Bu obrazga mani Garri Potter va kuz ilhomlantirdi qizlar. Всё, obraz tayyor desam-a, mana shu ishton bilan chiqib ketganimda-ya. Qaranglar, shunaqangi shkolniy yubka bilan buni kombinировать qildim. Oyog'imga botinki, shunaqa og'ir botinki to'g'ri keladi bu obrazga deb o'ylayman. Mana bu sviterdagi oshqovochalarni qaranglar. Bu kuz bo'lmasa nima, yana kuz qizlar. Sochlarni to'g'rilaymiz, ochki kuzgi rangda, soatni ham shunaqa korичневыйsini tanladim. Eng zo'r kuzgi aromat men uchun bu Fenty'ni duxisi. Sumkada ham hozir boplab tanlayman. Qaranglar, taram, platforma 9,3/4 Garri Potter fanatlari bormi? Shu tamiz deb qo'yinglar. Men sevaman Garri Potterni, har yili kuzda boshqatdan yana ko'raman har bitta kinosini. Ochki menga yarashdimi qizlar? O'zicha aksessuarlar qo'shishni boshlaganinglardan keyin obrazingizga umuman sizlarni boshqa odamga aylantirib qo'yadi. E'tibor berganmisizlar? Menimcha sumka rosa zo'r tushdi. Bu obrazga o'zi ham o'lib qoldi-da. Keyin ko'chaga chiqdim-da, ko'chani yorug'ligida sizlarga obrazni ko'rsatgim keldi va kuz